Savol: Men har oyning ayyomul biz, oydin kechalarida roza tutishga odatlanganman. Allohga hamd bo'lsin. Lekin bu oyda roza tutmadim. Roza tutmoqchi bo'lganimda menga bu joiz emas va bid'at deyishdi. Men oyning boshida dushanba kuni, so'ng Sha'bonning 19-kuni chorshanba kunida roza tutdim va inshaalloh ertaga payshanba kuni ham tutaman. Shu bilan 3 kun tutgan bo'laman. Buning hukmi qanday? Sha'bon oyida rozani ko'paytirishning hukmi nima? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Har oyda 3 kun roza tutish mustahabdir. Afzali ayyomul biz, oydin kechalar, ya'ni 13, 14 va 15 kunlar bo'lishidir. Sha'bon oyida 3 kun roza tutishingizning zarari yo'q. Garchi ba'zi kunlari oyning ikkinchi yarmiga to'g'ri kelib qolsa ham, Sha'bon oyida rozani ko'paytirishning ham zarari yo'q, balki bu sunnatdandir. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javob 4 ta asosiy mavzuni qamrab olgan. Birinchi mavzu Alloh taolo borasida ilmsiz gapirishning haromligi. Ikkinchi mavzu ayyomul biz, oydin kechalar rozasining fazilati. Uchinchi mavzu Sha'bonning ikkinchi yarmida nafl roza tutish. To'rtinchi mavzu Sha'bon oyida rozani ko'paytirish. Birinchi masala Alloh taolo borasida ilmsiz gapirishning haromligi. Alloh taolo o'zi haqida ilmsiz gapirishni harom qilgan va bu ishni shirk hamda gunohi kabiralar qatoriga qo'ygan. U zot aytadi: Qul innama harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha va ma batana wal ithma wal baghya bighayri haqqi va an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan va an taqulu ala Allohi ma la ta'lamun. Ayting, Rabbim faqatgina oshkor va yashirin buzuqliklarni, barcha gunoh ishlarni, nohaq zulm qilishni va Allohga sherik ekanligiga hech qanday hujjat tushunmagan narsalarni unga sherik qilib olishingizni hamda Alloh sha'niga bilmaydigan narsalarni gapirishingizni harom qilgan xolos. A'rof surasi 33-oyat. Savolda aytilgan, ba'zi kishilarning Sha'bon oyida 3 kun savolda zikr qilingan shaklda roza tutish bid'at ekanligini da'vo qilishlari ham Alloh taolo haqida ilmsiz gapirishning bir ko'rinishidir. Ikkinchi masala ayyomul biz, ya'ni oydin kechalar rozasining fazilati. Har oyda 3 kun roza tutish mustahabdir. Afzali ayyomul biz, ya'ni 13, 14 va 15 kunlar bo'lishidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Khalilim menga 3 narsani vasiyat qildilar. Ularni o'lgunimcha tark etmayman. Sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr. Har oy 3 kun roza tutish va solati duha va nawmin ala vitr. Choshgoh namozi va uxlashdan oldin vitr o'qib olish. Sahih Buxoriy 1178, Sahih Muslim 721-hadis. Abdulloh ibn Amr ibn Os radhiyallohu anhuma bunday so'zlab berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Va inna bihasbika an tasuma kulla shahrin thalathata ayyamin fa inna laka bi kulli hasanatin ashru amsalha." Fa inna zalika siyamud dahri kullih. Senga har oyda 3 kun roza tutish kifoya. Zero sen uchun har bir yaxshilik evaziga uning 10 barobari bordir. Mana shuning o'zi yil 12 oy to'la roza tutishdir dedilar. Sahih Buxoriy 1975, Sahih Muslim 1159-hadis. Abu Zardan rivoyat qilinadi. U kishi aytdilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga shunday dedilar: "Idza sumta thalathan min ash-shahri fasum thalathan", ya'ni 13 va 14 va 15. Agar oydan 3 kun roza tutsang, 13, 14 va 15 kunlarida roza tut. Sunan Termiziy 761-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 7817. Shayx Muhammad ibn Solih al-Usaymin rahimahullohdan so'raldi. Hadisi sharifda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga har oyda 3 kun roza tutishni vasiyat qilganlari kelgan. Bu roza qaysi kunlarda tutilishi kerak? Ular albatta ketma-ket bo'lishi kerakmi? U kishi quyidagicha javob berdilar: Bu 3 kunni ketma-ket yoki alohida tutish joiz. Oyning boshida, o'rtasida yoki oxirida bo'lishi ham joiz. Bu masalada ish keng, Allohga hamd bo'lsin. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni tayin qilmaganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Oyshadan rivoyat qilinadi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har oyda 3 kun roza tutarmidilar deb so'radim. U ha dedi. Men unga oyning qaysi kunlarida roza tutardilar dedim. Lam yakun yubali min ayyi ayyami shahri yasum. Rozani oyning qaysi kun ekanligiga qaramay tutaverardilar dedi. Sahih Muslim 1160-hadis. Lekin 13-chi, 14-chi va 15-chi kunlar afzalroqdir, chunki ular ayyomul biz, ya'ni oydan kechalardir. Keyingi masala Sha'bonning 2-yarmida nafl roza tutishga taalluqli. Ehtimol sizni bu oyda, ya'ni Sha'bonda bu kunlarda roza tutishdan man qilmoqchi bo'lgan kishi Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Sha'bon yarimlaganda roza tutishdan qaytarganlarini bilgani uchun shunday degandir. Sahifamizdagi Sha'bonning 15-kechasidan keyin qazo roza tutish joizmi nomli savolning javobida aytib o'tilganidek, bu qaytariq faqat Sha'bonning 2-yarmida rozani boshlagan va roza tutish odati bo'lmagan kishiga taalluqlidir. Ammo 1-yarmida rozani boshlab, 2-yarmida ham davom ettirgan yoki roza tutish odati bo'lgan kishiga Sha'bonning 2-yarmida roza tutishning zarari yo'q. Masalan, har oyda 3 kun yoki dushanba va payshanba kunlari roza tutishga odatlangan kishi kabi. Shunga ko'ra, Sha'bon oyida 3 kun roza tutishingizning zarari yo'q, garchi ba'zi kunlari oyning 2-yarmiga to'g'ri kelib qolsa ham. Va so'nggi masala Sha'bon oyida rozani ko'paytirish. Sha'bon oyida rozani ko'paytirishning zarari yo'q, balki bu sunnatdandir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu oyda ko'p roza tutardilar. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam roza tutardilar. Biz hatto endi og'zi ochiq bo'lmasalar kerak derdik. U zot og'zi ochiq ham yurardilar. Biz hatto endi roza tutmasalar kerak derdik. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ramazondan boshqa biror oyda to'liq roza tutganlarini ko'rmaganman. U zotning Sha'bon oyidagidek ko'p roza tutganlarini ham ko'rmaganman. Sahih Buxoriy 1969-chi, Sahih Muslim 1156-hadis. Abu Salamadan rivoyat qilinadi. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Nabiy sallallohu alayhi va sallam biron oyda Sha'bondagidan ko'ra ko'p roza tutmasdilar. Zotan u zot Sha'bonning hammasida roza tutardilar. U zot xudu minal amali ma tutiqun, fa innalloha la yamallu hatta tamallu. Amallardan toqatingiz yetadiganini oling, chunki siz malollanmasangiz, Alloh ham malollanmaydi dedilar. Sahih Buxoriy 1970-chi, Sahih Muslim 1156-hadis. Vallohu a'lam.